Hayatın çok çetin anları var, yolunun eniş yokuşları var. Soyuğu boranlarda qarı var, her kışın sonunda bir baharı var. Hayatın çok çetin anları var, yolunun eniş yokuşları var. Soyuğu boranları qarı var, her kışın sonunda bir baharı var. Sevgidir nurlu ümit yolumuz, dikanlı olsa da sağ solumuz. Hayat oyunundaki rolumuz, kavuşan iki aşık sonumuz. Birazca sabreyle canım benim, karşıda senle güzel günlerim. Arzularım çok inanım benim, sana bağlı bütün ümitlerim. Birazca sabreyle canım benim, karşıda senle güzel günlerim. Arzularım çok inanım benim, sana bağlı bütün ümitlerim. Belədir qış dalınca yaz olar, pis gününü ömrü dediler az olar. Durular suları bulanmaz olar, qara günlərə bembeyaz olar. Bu belədir qış dalınca yaz olar, pis günün ömrü dediler az olar. Durular sular bulanmaz olar, qara günlər al bembeyaz olar. Bu həyat mənalıdır deyil boş, mənzil xoş olar niyyətimiz xoş. Gönlümüz olsa eşq ilə sərxoş, keçəcək birgə illərimiz xoş. Birazca səbr elə canım mənim, qarşıda sənlə gözəl günlərim. Arzularım çox inanım mənim, sənə bağlı bütün ümitlərim. Birazca səbr elə canım mənim, qarşıda sənlə gözəl günlərim. Arzularım çox inanım mənim, sənə bağlı bütün ümitlərim. Gün gələr bu dərdlər bitər gedər, səbr elə yarım mənim səbr elə. Arzu diləyimiz olmaz hədər, xoş günlər ömür qarşıda hələ. Üzülsə ümid ürək üzülər, səbr elə canım mənim səbr elə. Bəxtimiz taley yüzümüzə gülər, başlayar xoş həyatından belə. Əmmələn, yaxşımızlar, yaxşımızlar. Bizim katta. Yıktarak kaymak bir sarı var mı? Bana. Şaka su. Şaka su. Bana bir şaka su. Adlar arasında bir şaka su da para var mı? Hasan istersen. Azadan. Azadan. Şeker çaydı, bir şeker çayı içti sonra. Para oğlum, olya. Bir de para. Çay var, paraysan. Sen akıl zatın tanı. İlkin sitelerinde de bu şekerler. Avukat kıylet mi? Söyler, söyler. Şeylerken bana da hazır. Orkalı. Buldu, kaytaracak var, buldu. İstersen oynatırıp civaracak mı? Oldu. Halkine.
Oldu. Bilet cevap şunu. Birin var. Geç gel. Bana şeker gelir mi? Hoş aldığınızdan dolayı ne? Yok koyma. Şey yapalım. 3 kez vereyim. Yok ondan. Kola çatı. Güzel ama. Yatıda. Yönlenmesine ne? Ben yaklaşık. Şarkı. Bıçak ne demek? Bıçak. Bıçak değil mi? Bugün yarımız geniş olsa da iki cenab olursun ziyan. Böyle İzmir'de mesela o yapmış bitti. Şurada koysun. Para kaç arabala satıyor. Basılıyor. Kizrek min aparım çok kizden aldım. Ağızlar katta katta Yani namazı bas. Ayağını bastırırız. Şu yapıp bana lazım. Aslında özüm bu kaldı da bir tane. Aslan Doğa verir. Alıştırma. Yani şu an sen hangi tarafa? Zeytinburnu tarafı. Ama öyle kurtarsa kamera var yaptı. Evet. Ağzı kan. Sen bizden Kırlar, başlarınıza kan. İlmine bir şeyinde. Herhalde kuyucular karşıya. Bu şeker sudan kıyırlar. Güzel. Şimdi bir daha tekrardan atacak şu an. Söylediğimiz yerden atacak. Ya Bulat oturmayız. Şirket göreceğim mi? Durma. Tamam. Başım karışıyor. Sana diyeyim ki. Şurada oturacak. Bu bizim hassası. Gelizler oturma şurada. Ne oturacak? Tamam. Ama şurada oturan kan kayısı takip ediyor. uyumalardan kaysızken bak. Orada kaldı yani. Özünüz sakın bir şey yok. Faydadan ne nasıl Cebinden koşa kalsın. Amcacı tuvalette oturacak çürek. Nime diyeyim Can sağlık olsun. Sağ olsun. Bana bir ekmek bulan dedi. Allah'ım kızlar. Sen Cihan Gökhan'a Hali kuyucuya cep koydum onu. Artan cevap koydum onu. Yo teşekkür ederim. Ben koyayım. Uzan gibi bana şarbat var. Üstüne artan taş kanat. Üstüne yüzgemez. Zerna pamlar güzel. Bu da öyle iyi. Ben de kaçar bakalım. Hadi iyisiler karşı devrimiz ne? Yo teşekkür ederim. Hiç yapıyor. Aptallar da aldık yola çağırır bunu. Ulan kiyo telep gitsen göre film çıkar olamız biz. Küllük çıkar ama. Bir de palı çıkar kiyo telep gitsen göre. Rahat edin can cüzür var. Rahat edin oradan cüzür var. Durmaz abi. Bu küllük çıksa palı çıkar. Bu böyle olsun. Şarkı. Neresin? Yaxşı, şimdi siz düşünün çıkartıp öyle. Koymayın. Apası bile sıkmaydı fazla. Şu mazur gruplardan da var mı var mı? Bunlar sen Ütkazıga bire çıktılar ütkazıga. Nasıl bir var? Umayınca bizler akşam araştırmalar ama. Aşağı baş Kılıçdaroğlu'ya nasip nima deymiz? Hammamizning uyimizda shunday to'ylar bo'lsin, xudochalimiz ming yillik bo'lsin, nasib bo'lsa, qonimiz. Yoshlar baxtli bo'lsin, nasib Hallamasını mı vermeler? kolay olsun. İntikaya gindi. Bağışlayın da mesela. Arıza elmediğimiz can sağlık olsun. Şöyle pizza kamşa tuyduk gerek. Kilimden kiyorum kuş şekersin. Nasip olsa İçeriden oynayıp uyusup
Hem şu tuybusunu da. Gaplamayın tamam. Yigiri birin, kelin başa, yigiri birin. Kelin yengeydi, kıyvam yengeyin kırıp güldü bir mağara, işte düzenle oturup. Yok, şu çıtlasak mı yarımdan kaytınızak? Aldırağı döşem şuraya çıkardı yüzlerini. Hangi kaçar mı aşılarını? Aşılar çakar. Ay, ben güller kıyırkanı. Benim var. Demiştir onlara kesin. Kısmı var. Kısmı ayaklarını bilen için var. Şen. Kelin ilgili, bilgili tazim biri vermeyim ha? Kıstırı gelin. Kıstırı evimizde buladı. Köp yaşayın. Kuş şekerler nasip olsa. İteklerden unu koysunlar. Çımı kana akılmasını manıp git başarmam. Kukunu çıkarım. Yilini kurkastıra sarkandan jirvanı bir koya sarkanda. Yilini bardan mı? Çapan yildiri yaptı. Jirvandan bir göp bulan var. Ayakıldı koydu. Hazır yüzleri adam aytarsın. Jirvanı. Cingini kavval mı? Cingini. Şemek kılık gerek de şu juraya. Tuşaman yasas. O tuşan mı ettim ben? Jirvanı tuşamayım ben. Ay uzanız basınız ha buladı. Yaşlar bağıtlı bulsun. Anlarımda ol. Ha. Balam ben arım. Ava. Bizi kim razıları da. Kattırak bu kattırak. Ağırrak yok. Ha yaşayın. Aşınlarga ol aşınlarga. Aşılar kan aşılar kayda. Açtı. Acabını. Bacıklar aşağı. Step de bir de. Damat ege kaldı. Ben damat iyi koyarsın. Biz taşıp gideriz ki. Ha işten çıkamayayım kasaydı. Dadıl bu dadıl. Ayna kursata. Ayna kursata. Ayna. Otursun uyut. Tanıyın kıstan oturamazsın. Dursun. Ana. Düşüreyim ha kıyma. Tabii ki. Düşüreyim de diyor. Yıkaya müşürek. Ya bu şey gelirsin. Kapta. Oğlum sen bir tane kızım. Al kızım al. Al her patin kalem alsın gerek hala. Hani o aşağı çalçılarda? Düvereden derille yapsın. Bizde beşlik var. 30 yok. Geldik ilk. Bak bu çok güzel. Bizde beşlik Bizim var. aydalı. Çok da fazla bir koymak dışarı. Her aşinası var ama nerede başlı var? Nereye? Kızarmak kolay mı? Kızarmak. Bir de olur, bir de olur. Amin. Kıdayım barış gülüşlü olsun azap ömürler versin koyacağım. Allah yaşını versin. İki kıdayım kuş şakarısın. Üstüne değil. Bağ bulunlar değil. Allah'ın kızları kıl. Basalar sıksın. Bir sürü bir ama. Müzika ayarlandı mı? Müzika.
Oldu mu dayan? Tamam azat. Ben size dua veririm. Süpermen. Cana kısın da. Kamera kalaklarınız mı? Atamam dua versinler. Ha, dua versin baba. Atamam bir dua versinler. Dua verin hatta. Ayta verin işler. Cizem mendirsin de cizem kana. Şurada var mı? Ayta ay. Hadi durma. Hele ver. Atamam. Bir akası. Bizga uyga kuzatamiz. Ata açtınız mı? Aytın. Başına mendim al, başına mendim İşini açmayın. Açıp Başına oturmuş. Arkasında bu bir kamera Ben bir dua vereceğim. Ben To'y bugun, taralar kuy bugun, ikki dil baxti uchun aytiladi yar. To'y bugun, bir shirin o'y bugun, ikki dil havasda, dillarda bahor. To'y bugun, taralar kuy bugun, ikki dil baxti uchun aytiladi yar. To'y bugun, bir shirin o'y bugun, ikki dil havasda, dillarda bahor. To'y bugün bizde to'y, ikki yoshda ajib shirin oy. To'y bugün bizde to'y, kiyov to'ra kelin
afsonasi, orzular koshonasi, muhabbat nishonasi bu. Tinmasin to'y tantana, yangrasin kuylar yana, amalga oshdi mana orzu. To'y to'y bugun bizda to'y, 2 yoshda ajib shirin o'y. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelajak xushro'y. To'y to'y bugun bizda to'y, 2 yoshda ajib shirin o'y. To'y to'y bugun bizda to'y, kuyov to'ra kelajak xushro'y. Aylanır, ot aylanır. Ot aylanır. Oturacağım ancak aylanır, sen aylanır. Bize bizden aynı alıyor. Orada ayak valla. Aylan trikonya. 8 yaşında. Şunu tuşayın mı? Düşün şunun üstüne. Hayvan tuşamazdır mı? Düşün. Bismillah deyip, ay o ayaklarını bilen kırıver. Hep de bilen kırıver. Ayak bastı, ayak bastı. Bismillah deyip, indi o ayaklarını bilen çıvar üstüne. Çabuk patenkarına çabuk. Çevir bakayım. Yok patenkarına çabuk. Bu sıkıntı. İlerine bir şok da çok ama dedim. Ko'p yashang, nasib bo'lsa, avvaliga baqirib, o'ylab o'sib jiraver, nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa, o'tiradi. Üstüne cap. Son. Nam da ısıtlarını tutamıyorsun. Kimura gelirim. Hayır, böyle yapacağız. Sorun alırız. Anne, apa? Jawab mi? Allah'ım, jawab bana üzülsün lazım. Çapan. Çapan değil. Bilemezsin, biliyor musun? Cavlu değil mi? Ben cavlu. Beraber oturacağız değil mi? Bana kadar. Bir dakika kapatır. Duvarda Hayır, ben yapayım ama. Ama ince Kırmızı bir o. Kızrayım bir o. Kızrayım çıksın nasip olsa. Nasip olsa. Ama yıldızda benim. Apa ben yine çağıracağım. Apa? Lan. Ha?
Yeşen. Yana. Ha, yeşen. Saçı bırakın hava. Sakız da hep bak, nasıl burada. Maçı şurada lan. Ben kovalıyorum. Babamızın sibası kanalı. Krepkanda sibası kanalı. Yaptalar ülkede yaptı. Bizge ciddi baktı. Tam duvarı. Bir dua birimiz de bende. Kan tavası var ya da o tavası da bir sen. Aka kim? Otur. Tavas kan da zeydi. Kesin. Öbür tavas da kim? Havay uyaktan bak tavası. Ben şu yakta arkasında durup birimiz de. Amin. Mağara tağa sen doyursun. Var mı bakalım? Almayınca aldın. Yaşap koşu arası. Bunu bulsun. İleride bir gaysen. Amin. Daha bulursun. Bu şekersin. Ama üstelerini oraya gidiyor. Bir oraya durun. Bu yap bile kırılar. Bu kadar erkeğiniz de benzer. Tamam. Bunu açayım. Aha. Yaşar. Ana kelin kança vaqtda ko'nglini oladi. Böreklerine. Ko'nglini Bilemekin. Kana. ko'nglini qancha vaqtda olanar ekan. Menda ro'mol bor, siypag'imizda qanday yangaday. Ko'p yangadaydan saqlab qarab. Oching. Keldik baba. Kana körek. Ana kelin Çiçemeydi. kelin checholmayapti. Çiçemey yaptı. Bilmem chichagan jo'q. Kim kişiler? Ha kelinci işte. Ro'mol yanga yaqin. Do'nini ham chiqishga Ha, baxtli bo'lamiz. Ro'mol chicha belgi bergan. Siz o'tiring endi aqqa. Endi mehmon belgi oydam jurman. Ha? Alırımıza ne? Alırımıza Bir alalım mı? Ben alalım. Kendin alalım. Bu döndü. Soyda. Ama şuraya çay. Bak işte orada kaç kişilik evlenler. Şu yoqdan yuqori. Alalım bu döndü. Soyda ol bir Burada doktorda var ama. Ben sıkıntı kalktın ne? Sıkıntı kapat aklına. Var sıkıntı var. Ha? Var. Man şuraya çay bulam. Karışa bir değil mi bu?
Bazısını taşıp gitsiniz. Men sizinle bile bilet deb o'tiribman. Bu yoqqa boradi. Ulag'ay, to'ylar qilsin. Xudo qilsin. Hammamiz qilsin. Şöyle kaşık kaşık. Bizim yanımızda şakacımız var. Çok Yağda bir şey var. Şu arkamızda Sağlam olasın abi. tam usta oturup şu stolda bizga oturganimiz da keyin pasport gerek. Hayır, şunu bak. Stolda Şunu göreceğim ben. Şamlı şuraya koyalım. Sen götürmün. Can durursun ne koyuyorsun? Şamlı'nın kaç var biliyor musun? Şamlı'nın. Aa, bırak usta. Cıgılıp kap Avrupa mı yoktu? Şınap bile bile. Hava. Yolun nakiden Hava. onu çekilmiş uzakları olabiliyor. Hadi nereye? Ne değilsin? Yo çekilmiş uzakları. Verin o. Ben şu. Sonra ilan o. Bunu vurmadı ya. Değil mi? Zarlıyorum da onları koyuyorum. Adam zarlıyorum hadi sen. Ya adamı Bir de şokurlar. Abi kazanırlar. ne oturdu ya adam. Kavaçça bırak açar onlar tane. White oldu. Varis. Şunu. Ben aytdim, men başım açıp berem. Bu yavruya şimdi. O da var diyor. Geçen yapar o da. Endi gurraş görsünler adlar. Bazı ayrılmasın Allah'ım gel, toy bulsun. Toylarda katnaşayak, yaş günlerde katnaşayak, cemaat huzurumuz düşmesin. Şazda ciğer bilen koşa karşı vaatlı olsun. Biz gezmiştik dedi. Uktamaka. Tam şu bağış gelişte bulayaq. Hepsine. Xudochilarimiz ming yillik bo'lsin deganda. Yaxshi bo'lsin.
aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir shoh satrlar va bezavoq chog'idir umr daftari. Bugungi to'yimizga qatnashayotgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, kechamiz bezagi bo'lgan kelin-kuyovlarimiz davramizga yaqinlashib kelmoqdalar. Sizlarning guldiroz qarsanglaringiz bilan san'atkorlarimizning kuyi navolari ostida kelin-kuyovlarimizni davramizga kutib olaylik. Osmondagi yulduzday, qoshi qalin qunduzday, dili oydin yulduzday kelinganida yor-yor, kuyovdira bilsangiz, beklar beki yor-yor, belidagi belbog'i, mardlarniki yor-yor. Xush kelibsizlar kelin-kuyovlar davramizga. To'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Azizlar, to'yimizni albatta an'anamizga ko'ra kelin salom bilan boshlaymiz. Har marhamat. Onajonlarim, qarindosh urug'lar, davramizda qatnashib turingizlar. Kuyov tomon ham, kelin tomon ham. Salom
Yigitlar omon bo'linglar. Aziz do'stlarim, hozir esa mana shu davrani bir kengroq olsalaringiz. Yigitlar bor bo'ling, omon bo'ling, kuyovchilar yoshlari. Bugungi kechamiz bezagi, kelin poshsha, Shahzodaxonni dunyoga keltirgan, vaqti voyog'iga yetkazgan ota-onalari bo'lgan Xo'janazar akamiz, Marhon opamiz uchun bitta ajoyib ta'zim bo'lsin. Hamda ota-onalarning sovg'alarini topshirib qo'yamiz. Qutlug' muborak bo'lsin sovg'alar. Marhon opa to'ylar muborak bo'lsin. Kuyov muborak bo'lsin. Xonadoningizda doimo xushand bo'lsin onajonim. Yaşayın. Endi esa aziz do'stlar, kechamizning sardori, yigitlarning sardori, kelinlarimizning xaridori, kelinning salom. Bugun kuyovlik libosimizga yarashib turgan Dilabonjon akamiz kuyovlar uchun bitta qarsaklar bo'lsin. Qabul aylang kuyovlar. Sizga samyar Çantamazdan kelib aka-ukalarim, onagimlar, amma xola bo'ladi. Kelinning salomini qabul qilinglar. Shu xonadonga doim to'yga kelinglar deb keraklarimizni davramiz o'rtasiga valsga chorlamoqchimiz. O'rtadagi mehmonlar albatta davramizni kengroq olaylik. Iltimos sizlardan.
Olmanorni bog'laridan, chaman-chaman gullari yo'q pok yurakli tillaridan. Salom aylar siz do'stlarga, biz san'atkor tillaridan. Oltovoshning dostoni, Go'ro'g'lining makoni, Maxtumquli so'zlari, sevishganlar o'zlari. Assalomu alaykum, elimning yulduzlari. Assalomu alaykum. Bugun Narbayevlar hamda Zagirovlar oilasini hurmatlab, izzatlar, qadam ranjida ayamasdan tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Azizlar, ko'rib turganimizdek, bugun ikkala xonadonda, ikkala oilada ham katta to'y, katta tantana. Bugungi to'yimizning asosiy sababchilari bo'lgan Dilobor ukamiz bilan Shahzodaxon singlimizlar bugungi bo'layotgan baxt nikoh to'ylari bilan san'atkorlar nomidan, to'yimizda qatnashayotgan mezbonlar nomidan, qolaversa bugun to'yda qatnasha olmayotgan Turkmanistondagi barcha qavm qarindoshlar tomonidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kelin-kuyovlar, sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Mustaqil hayotlaringizda Alloh madadkor bo'lsin. Labingizdan kulgu, gul yuzingizdan tabassum sirayam arimasin deb qolamiz. Aziz do'stlar, shunday qilib bugungi ikkala yoshlik Dilobor bilan Shahzodaning baxt to'ylarini ochib berish uchun so'zga kechamiz hurmatli mehmonlari kuyov to'raning Bobomurod tog'asini, kelinimizning Haydar tog'asini hurmat bilan to'y mikrofonimizga taklif etmoqchimiz. Marhamat, Bobomurod tog'asi kuyov to'raning kelib to'yimizni ochib bering. Haydar aka Sattarov, sizni ham taklif etamiz. Merhaba. Assalomu alaykum. Ağabey kardeşler. Bana bugün dile vereceğim maşallah kelinler nikah kılıyor. Vakti olsa hepsi baş uzun olsun. Hammaga hayırlar mübarek olsun. Rahmat, Bobomurod akamiz, assalomu alaykum, salomat bo'ling. Aziz do'stlar, shuning bilan Sattarov Haydar akamizni ham davramizga taklif etamiz. Marhamat, yoshlarimizni tabriklab to'yimizni ochib bersangiz. Assalomu alaykum. Turkiyada yurgan aziz birodarlar, ag'ayni qarindoshlar, aka-ukalar, opa-singillar. Mana bugun oqshom Kuyovni Shahzodaman kuyovni to'yida o'tiribmiz. Nasib bo'lsa bu yoshlarga baxt saodat tilaymiz, baxtli bo'lsinlar. Nasib bo'lsa kelajaklari parlaq bo'lsin. Endi bundan buyon ham to'yimizni ochib deb e'lon qilay. Sizlar ham aziz mehmonlar kelinglar, ichingizga to'yni yaxshi o'tkazib bering. Hammamiz oldi birlikda. Sog'liqlar baxtli bo'lsin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. To'yimizni ochib deb e'lon qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, Haydar aka, salomat bo'ling. Doimo mana shunday to'ylarda bosh bo'lib yuring deymizda. Bugun 2023-yilning so'ng kunlari 30-dekabr. Turkiya davlatining Istanbul shahrida Esan Royal Düğün salonida bo'layotgan Dilobor bilan Shahzodaning baxt to'ylarini ochiq deb e'lon qilamiz.
Hey yaşangizlar. Shunday bayramona kayfiyatda bir ajoyib qarsaklar kutib qolamiz sizlardan. Kelinkiyolar marhamat sizlarga o'tirishga ruxsat etamiz. Boshingizni baxt tegib turgan egmasin. Biring suluv, biring polvon, ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaring, qutlug' bo'lsin bugungi nikoh to'ylaring. Aziz do'stlar, mana 2023-yil bilan xayrlashib 2024-yangi yilni kutib olish arafasidamiz. Barcha mana shu to'yga kelgan mehmonlarni, butun yurtdoshlarimizni, sizlarning hammalaringizni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimizdan muborakbod etgaymiz. Yangi yil hammamizga yangi baxt, yangi omad olib ketsin. Olib kelsin, barakatli yil bo'lsin. Hammalaringizga bayramona kayfiyatda to'yimizga boshlar ekanmiz. Bugun sizlarning xizmatlaringizda Istanbul shahri bo'ylab o'zining xushovoz ovozi bilan elimizga, xalqimizga xizmat qilib kelayotgan san'atkor ukamiz Shobahrom Umbarov xizmatlaringizda bo'ladi. Hammalaringizga yoqimli ishtaha tilab, biz esa asta-sekin Shobahrom bilan birgalikda qo'shiqqa navbatni yo'llaymiz. Yangrasa qo'shiqlar o'ynasa do'stlar, sevgidan ufqirgan yuraklar jo'shar. Oh qanday chiroyli, oh qanday go'zal, kuylasa san'atkor, o'ynasa do'stlar degan bugun sizlarning xizmatlaringizda bo'layotgan Atom Production studiyasi yigitlariga ham omadlar tilab qolamiz.
bilgeninde kadar gülersen Mayli mayli canım kadar bilmesen Mayli mayli kara sevemezsen Mayli yensiz canım tatlı bularsan Kadar bilgeninde kadar gülersen Devam edemez Karasın
Thank you.
Sendir yig'lar yuragida kimdir yig'lar gapirmaysan gapir jon sen araqlarda bilagingday ochar edi lablardan oqimga shunaqangi shakar edi jon sen ilarim meni yaxshi ko'rmasdima Yaxshi yomon kunlarimda yonimda unutilmas hayotim har animda bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar 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 menga kelgan dardni to'sgan jonim jo'ralar 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 jo'ralar
Давай выходи за меня. Ай-яй-яй-яй, девушка, скажи, где твоя матушка? Я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Ты прекрасная роза, сильные глаза. Давай мы танцуем до утра. Мама, папа, Лиза, тебя крики доза. Между нами красная полоса. Ай, девушка, девушка, скажи, где твоя матушка? Я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Ай-яй-яй-яй, девушка, скажи, где твоя матушка? Я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Давай, познакомимся, давай. Памятнички наливай. Когда есть карачай. Давай, а я с тобой давай. Ай, девушка, девушка, скажи, где твоя матушка? Я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Ай-яй-яй-яй, девушка, скажи, где твоя матушка? Я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Ara ara gözlerin canana. Ara ara bakman tamana. Adını bilmeyi düşersen. Yamanla yamanla yamanla. Hey! Kara kara gözlerin canana. Ara ara bakman tamana. Adını bilmeyi düşersen. Yamanla yamanla yamanla. Tanımanla gözler kalem kalem. Yüreğime sızlar alem alem. Kalmadı güzel bende yarem yarem. Kalmadı çarem çarem çarem. Tanımanla gözler kalem kalem. Yüreğime sızlar alem alem. Kalmadı güzel bende yarem yarem. Kalmadı çarem çarem çarem. Ölmesinler. Elleri ince, saçları sarma, gözleri ahu, ceylan gibi kıza bak. Elleri ince, saçları sarma, gözleri ahu, ceylan gibi kıza bak. Bak bak bellere bak, elma cana yüzleri bak. Yak yak gelmedi yak, kaşın kızsın maşallah. Bak bak ellere bak, elma cana yüzleri bak. Yak yak gelmedi yak, kaşın kızsın maşallah. Gözleri kılma, sözleri nazik, elleri kırar. Kıza bak, kıza bak, kıza bak. Gözleri kılma, sözleri nazik, elleri kırar. Anasının kızı şu. Bak bak bellere bak, elma cana yüzleri bak. Yak yak gelmedi yak, kaş gibi kızsın maşallah. Bak bak ellere bak, elma cana yüzleri bak. Yak
maşallah. Yüreğim şu zaman Yallah habibi yallah Yallah habibi yallah Yallah habibi yallah Yallah ana habbek vallah Yallah habibi yallah 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 habibi yallah 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 habibi yallah Yallah ana habbek vallah. Thank you.
güler kızarak yarım Ne de olsa bunlar erteye canım Seni bir gün görmezsem bulmaz yarım Ne de olsa bunlar erteye canım Seni bir gün görmezsem bulmaz yarım Gel gel boy 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 Gel gel boy 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 Ağayız boy 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 Karayız boy boy Ağayız boy 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 Karayız boy boy
Tashna qalblar, zavqqa to'lib qora ko'zlar cho'g' bugun. Bir-biriga orom baxt bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzma-yuz turar ekanmiz. Shunday go'zal dam bilan qutlagaymiz sizlarda bugungi to'ylaringiz bilan. Azizlar, albatta har bir inson dunyoga kelib farzand ko'rsa, to'y qilib elimning oldidan o'tsam deb niyat qiladi. Bugun albatta mana shu ikkala yoshni dunyoga keltirgan, ularni vaqti voyaga yetkazgan. Bugun esa mana shu yerda barcha qavm qarindoshlarni, yoru birodarlarni chaqirib, elga dasturxon yozib to'y berayotgan ota-onalari, kuyovlarning otalari bo'lgan Menglimurod akamiz, onajonlari Gulrohid opamiz, kelinimiz Shahzodaxonning otalari Xo'janazar akamiz, onajonlari Narxol opamiz mana shu ota-onalariga ming rahmatlar aytib, to'y egalari to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Bir yorug' oydir bir quyoshim, kecha kunduz boshimizra parvonim. G'amimga sherigu, baxtimdan shodon, hammadan ham yaqinim ota-yu onam. Shunday ekan aziz do'stlar, to'yimizni davom ettiramiz. Mana davramizga asta-sekin prizlar kelib tushmoqda. Kuyov tomonidan, to'y egalari tomonidan ajoyib yigitlarimiz, qizlarimiz uchun prizlar qo'yildi. Yana ham davramizga kelinimizning opalari Ozoda, Olya opalar tomonidan chiroyli prizlar qo'yildi. Shuning bilan birgalikda Narxol opamizning dugonalari Aynobod, Aysanam, Zarifa opalarimiz tomonidan ham to'yimizda eng yaxshi o'ynagan o'yinchilar uchun chiroyli prizlar qo'yildi. Rahmat, sog' bo'lingizlar. To'ylaringizda yaxshi kunlaringizda qaytsin. Aziz do'stlar, endi esa asta-sekin ushbu prizlardan to'yimizda chiroyli qilib o'ynagan opa-singillarimizga, ukalarimizga topshirmoqchimiz. Marhamat qilib hozir davramizga Shodigul opamizni, Gulchehra opamizni, Fatima opamizni, shuning bilan birgalikda qimmat yangamizni, Zamira singlimizni o'rtaga prizga taklif qilmoqchiman. Marhamat qilib o'ynab kelib prizlaringizni olib ketingizlar. San'atkorlar bitta ajoyib so'z bo'lsin priz uchun. Yana davramizga priz olish uchun kuyov tomonidan Zebo, Dilfuza kelinlari, Saodat singlimiz, Gulmurod jiyanlari, Muslima, Zarifa, Yulduz, Tuba xonim, sizning uchun hadyamiz bor. Marhamat, ismlari tutilganlarni davraga taklif qilamiz. Hali prizlarimiz davom etadi azizlar. Shu yerda Shodigul opamiz chiqmay qoldilar. Tursuntosh opamiz, Dinara, Dilbar, Ruhiya, shuning bilan birgalikda Shahlo hamda
Marhal opamizning ishkarlari Sayyora opamiz Gulindam singlimizni taklif etamiz prezga. Marhamat, ismlari tutilgan mehmonlar davraga taklif etamiz. Dilbar Dinara, Tursuntosh opamiz, Ruhiya, Shahla, Gulindam, Sayyora opa kelingizlar. Chaqalar. Sog' bo'lingizlar, yana shu yerda Eshgul opamizni taklif qilamiz. Shuning bilan birgalikda Shahzodaning sinfdoshlari Jasur, Sherzat, Feruza, Zarina, Zemfira singillarimizni taklif qilamiz. Eshgul opamiz, siz ham marhamat, davraga keling. Barakallah, rahmat hammalaringizga. Prizlaringiz muborak bo'lsin. Doimo to'ylarda, yaxshi kunlarda o'ynab yuringizlar azizlar. Hozir azizlar asta-sekin kelin-kuyovlarimizni tabriklash uchun so'zga o'tamizda. Asta-sekin tabrik so'ziga Marhol opamizning dugonalarini taklif etamiz. Shahzodaning xolajonlari. Marhamat, Aysanam opa, Tursuntosh opamiz. Kelingizlar, tabrik so'zi sizlarga. Xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum to'yga mehmonlar. Bugun do'stim Marhol bilan nasib qilsa qizimiz bilan kelamiz bor bo'lsin. Hamma ishlarga kelsak to'yib kerak. Shahzoda qizim hech qachon bular yuzini solmasin. Endigi yillar bechalarning to'yda sunnat to'ylarda shu o'tirmadan hammamizga bersa bo'lsin. Bir kichikroq sovg'amiz bor edi do'stimizda. Shuni taqdirishga bo'lsin. Do'stlar atidan qadrlarimiz ham bor edi. Albatta do'stlar, ro'mondan prizlar qo'ydik. Marhol opa, sizni bir o'rtaga taklif qilsak, mana dugonalaringiz tomonidan atalgan sovg'alar bor ekan, qabul qiling. To'ylar muborak bo'lsin, sovg'alar muborak bo'lsin.
Marhamat, sovg'a salomlaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Butun mana shu do'stlaringizga, dugonalaringizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Shu yerda qatnasha olmay turgan dugonalaringiz tomonidan ham to'ylaringizni qutlab qo'yamiz. Albatta, Aysin opam hammalaringizning to'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda qaytsin. Yana kelin-kuyovlarimizni tabriklash uchun so'zga kelinimiz Shahzodaning kursdosh o'rtoqlarini taklif etamiz. Qani marhamat, Shahzoda kelinimizning kursdoshlari davramizda bo'lsalaringiz, kelingizlar, tabrik so'zi sizlardan. Har bir joyda azizdir mehmon, mehmonni mezbondan judo etmasin. Yaxshi niyat bilan yozdik dasturxon, qadam yetgan joyga balo yetmasin. İnson qilib yaratgan Allohimga ming rahmat. Ummatim deb ul rasuldir Muhammad. Ikki yoshga, ikki dilga, ikki gulga oltin baxt. Biz tilaymiz Allohdan mangu bitmas muhabbat deya kelinimiz Shahzodaning kursdoshlarini marhamat davramizga taklif etamiz. Farhad. Assalomu alaykum, mehmonlar. Mana bugun kursdoshimiz Shahzoda va uning yo'ldoshi bo'lgan kuyovlarning misol kechasida biz 2 yoshga vaqt tilaymiz. Nima deymiz? Shu hayotda o'qir-chuqur yo'llardan hamsha böyle ötmekte arzu qilamiz. Hoca Nazarova. Alo. Da'sini kelib bekle. Nima deymiz? 2 yosh qizga umr tilaymiz. Shahzoda ko'sa sharoatdan sovg'amiz bor edi. Arzu istaklar shularni aytsin. Kursdosh Shahzoda kuyovimiz dedim. Batılımlar nasipse şu yurtumuzga, geleceğimizga hammamizga kelar bir batılımlaşlardan mı var? Sizlarning to'yinga kelsak ham eng javob bilan shunday bo'lsin. To'ylarga qatnashishni nasib etsin. Batılım Shahzoda. Mana shu yerda kichkinagina raqqosa qizlarimiz bor. Manzura. Mana shu uchala qizni meni yonimga yuborsangiz, press topshirib qo'yamiz. Onasiday raqqosa bo'lsinlar, nasib bo'lsa. Behruzjon bitta so'z bo'lsin. Jajji. Rahmat aziz do'stlar, hammalaringizga prezlar muborak bo'lsin. Doimo to'ylarda o'ynab yuringizlar deb to'yimizni albatta davom ettiramiz. Hozir sizlarni yangi yil bilan, to'ylar bilan tabriklash uchun bizning elimiz, xalqimiz uchun o'zining qo'lidan kelgan xizmatini ayamasdan xizmat qilib kelayotgan ukamiz Oybekjonga navbatni bermoqchimiz kerak. Marhamat. Assalomu alaykum, o'zlari ulug', qadamlari qutlug', qadrbaland, qadrdon, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli aziz mehmonlar. Avvalo barchangizni kirib kelayotgan yangi 2024-yil bilan chin sidqi dildan muborakbod etamiz. Kechamiz sababchilari baxtli, yoshlarimizga esa uzoq umr, baxtli hayot tilaymiz. Qo'yki, bu yoshlarimiz kelajakda har bir inson havas qiladigan eng bir baxtli oila bo'lishsin. Albatta bularni ko'rgan har bir inson doimo bularga havas bilan qarasin. Hurmatli aziz mehmonlar, Alloh taolo inson zotini shunday qilib yaratib qo'yibdiki, ko'zidan kelgan shirin yoshlar albatta bu quvonchdan, shodlikdan bo'ladi.
ko'zidan oqqan har bir achchiq tomchi yoshlar esa bu qayg'u alam darddan bo'ladi. Albatta ana shu to'yimizda, ana shu to'yxonamizda yaxshi niyat bilan kelgan. Qolaversa, farzandlarni bu oqshom huzur halovatini ko'rib turgan jannati inson onajonlarimizning ko'zlaridan albatta ana shunday shirin ko'z yoshlari oqsin. Albatta aziz mehmonlar, Alloh taolo har bir narsani jufti haloli bilan yaratib qo'yibdi. Yer bilan osmonni, kecha bilan kunduzni. Bugun Alloh inoyati bilan yulduzli osmon ostida, Zuhro yulduz guvohligida, siz aziz mehmonlarimizni guvohligingizda baxtli yoshlarimiz baxt deb atalmish qasrni ostonasiga ilk qadamlarni qo'ydilar. Baxtli yoshlarimiz baxt qasriga bosayotgan qadamlaringiz qutlug' bo'lsin, toli yor bo'lsin. Sevgi va muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin. Bugun siz baxt qasriga qadam bosar ekansiz. Inshaalloh kelasi yil Alloh nasib etib kichkinagina qadamlar tashlaydigan. To'rtuvchasi sog'lom, mu'min va mu'mina, muslim va muslima, shirin shakar farzandlarni ota-onasi bo'lishi Alloh sizga nasib va ro'z aylasin. Albatta aziz mehmonlar, to'y inson umrini lazzatli ona. Albatta ana shunday yaxshi kun to'y tantana keltirsin hammaga omad. Doim bo'linglar siz sog'u salomat. Uyingizda tark etmasin fayzu baraka. Elimizda ko'paysin to'yu ma'raka. Allohim bersin hammaga boylik. Turkiyada ishlaganlarga kattaroq boylik. Gullasin, yashnasin, hayot yo'lingiz xiyonat qilmasin, sevgan yoringiz. Doimo quvonch bo'lsin, qayg'u arisin, hamma qo'shgani bilan qo'shilarisin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin degan insonlar. Biroz qarsinglar eshitmaydi. Qarsa chalgan insonlar xonadonida hamisha yaxshi kun to'ylar bo'lsin. To'y ko'ring ham ko'rmang bu dunyoda. Keling deb aziz mehmonlar, o'zimizdagi ham g'ussalarni unutib, to'y davrasini to'ydirib o'ynab ko'rasiz degan umidda navbatdan yanada elimiz sevib bardaxlagan ustoz san'atkor Shobahram Umarov hamda elimizning sevimli san'atkori ustozimiz Mehrobamiz bilan birgalikda duet qo'shiqlari bilan davom etadilar. Ota-ona orzusi farzandlarin to'yin ko'rmoq, farzandining to'yida mumkinmikin jim turmoq. Bu savolga javobni hamma bir izlasin. Farzandining to'yida onajonlar o'ynasin. Onajonlarimiz hurmatiga chiqaring. Yashang. Aylanjon bo'ling. Salomat bo'ling. Oybek akamizga bir qarshoqlar bilan davom qilamiz. Qizil ko'ylagim sen uchun emas, uzun sochlarim sen uchun emas, yozgan she'rlaring o'zingdek emas, sening sevging ham men uchun emas. Senga bergan savolimga javob bermaysan. Hech bo'lmasa Telegramdan yozib qo'ymaysan. Menga qarab nega yonimda har kun qolmaysan. Baland dorga osisang ham yeta olmaysan. Qizil ko'ylagim aqlimni oldi, uzun sochlarim jonimni oldi. Shuncha gaplar ichimda qoldi, nechun bo'ldi ham o'zini oldi. Qizil ko'ylagim sen uchun emas, uzun sochlarim sen uchun emas, yozgan she'rlaring o'zingdek emas, sening sevging ham men uchun emas.
gözünden gitti sonra. Aklımı aldı, uzun saçların canımı aldı. Şimşekler içimde kaldı, mecburen ağzını aldı. Kıyayım seni çözemez, uzun saçların seni çözemez. Gözyaşlarım o seni bilmez, seni çözemem, beni çözemez.
Hani dans etsin, oynayın bilin, ne kadar güzel bilin.
bulmay sevgili yıllar beş olayda sevgili yıllar yüreğine kimdir yıllar gapirmaysan gapir canısı daraxtlarda birga yürek açar lablaridan okum kelar shunda qayngi shakar canze 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 renare meni yashirkim masti mastida baridi divana canze 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 da canze 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 renare meni yashirkim masti mastida baridi divana canze 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 da Sabah yanında kutarsın. Yavaş yavaş. Kendimizi basımını yıktılar. Kendimizi yıkmasını kumaşın. Oğlum bir sınıfını yıktılar. Geçirmedik önüne Gül yerim malına katıla katıla Biz sizinle geçiremedik önüne Daha bir yerime de ağzın payını vermesin Ula 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 sen bir kadını etmesin Ula 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 bu ağda böyle etkesin Ne oldu sana ne oldu böyle Ne oldu sana ne oldu böyle Shaydo buldum ko'zlaringning qorasiga O'zim olsang sochlaringning tolasiga Bo'ldi endi nozlaringni qo'ygin axir Rahmi kelsin bir onaning bolasiga Shaydo buldum ko'zlaringning qorasina O'zim sochlaringning tolasina Bo'ldi endi nozlaringni qo'ygin axir Rahmi kelsin bir onaning bolasina Qora ko'zi yuragimni yaraladi Sochlaringni masna bilan taraladi O'yga oshiqim bir do'stim orasida Axir meni bir o'zimni saraladi Qora ko'zing yuragimni yaraladi Sochlaringni masna bilan taraladi O'yga oshiqim bir do'stim orasida Axir meni bir o'zimni saraladi Yollarında oldu mahal
yana yana Suydim axir, yandım axir O'zining o'g'illari, kelinlari uchun atalgan shirin orzulari bor ekan. Marhamat, hammamiz birgalikda tinglaymiz. Biroq topa keling. To'ylar muborak bo'lsin, kelin muborak bo'lsin. Ishqlar yakalım arkadaşlar. Bugün oğlum uludan to'y tutyar, İsrail to'y mekanımda. Nasip bo'lsa indiki yil beshik to'yi bo'lsin to'y mekanlarda. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu kechamizning bezagi bo'lib turgan o'g'lim Hilovat, kelinim Shahzodaning bog'liq va nikoh oqshami. Men bu 2 yoshga tukanmas bog'liq va tobut tilayman. Shahzoda oilamizga kelin emas qiz bo'lib kelsin. Tushgan qadamlari baxtli va nurli bo'lsin. Oilamiz nomidan tayyorlangan kichkina arzimas savolni nikoh uzugini va oltin uzuklarni topshirishga ruxsat etasiz. Albatta ruxsat etamiz. Rohat opamiz mana shunday o'g'ilni dunyoga keltirib, baxtli voyaga yetkazganingiz uchun sizga ming rahmatlar aytib qolamiz. Kelin kuyovlar uchun shaxsan kuyovlarning onajoni tomonidan nikoh uzuklar, oltin uzuklar qutlug' muborak bo'lsin. Qani san'atkorlar so'z bo'lsin. Sog' bo'lsin. Bugun mana siz bir oila bo'ldingiz. Nikoh uzuklaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Sevgingiz, baxtingiz mustahkam bo'lsin. Nikoh uzuklaringiz sizlarni bir-birlaringizga, bir umrga abadiy bog'lab tursin. Endi esa davramizga kelinimizning onajonlari Narxal opamizni taklif etmoqchimiz. Shaxsan qizlari Shahzodaxon tomonidan atalgan sovg'a salomlar bor. Narxal opa marhamat qilib bir davramizga kelsangizda ushbu qizingiz tomonidan atalgan sovg'a salomni qabul qilsangiz. Yana tayyorlanib turadilar so'zga. Rahatay Shahsanam singillari san'atkorlar so'z bo'lsin.
Marhamat, sovg'a salomlarni qabul qiling, marhamat. Oltin uzuklar muborak bo'lsin. Marhamat, shunday chiroyli qizlarni dunyoga keltirib, vaqti voyaga yetkazganingiz uchun akam bilan sizga ming rahmatlar aytib qolamiz. Endi esa Rohatay Shohsanam singillarimizni taklif qilsak, ketidan Yulduz, Qunduz, Feruza tayyorlanib turgan. Marhamat. Shahzoda opa, dilemayingizdan bir umr bo'yi mutluluklar tilayman. Nasib qilsa hamisha kulib juringizlar. Elleringiz hech bir zaman birbirinden ayrılmasın. Mutlu olun çok. Akşam şahzoda sizlere çok olmasın. Bir umr bo'yi mutluluklar tilayman. Hamda albatta sovg'alar bor ekan. Shahzodaxon qabul qiling, oltin muzik san'atkorlari sog' bo'lsin. Sovg'alar muborak bo'lsin. Rohatay Shohsanam sog' bo'lingizlar. Kelin-kuyovlar, shahzodaxon, butun Zairovlar oilasidan marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Bilaman shahzoda bir umrga mutlaq yo'rin, sigasi taqaydi. Shahzoda bilaman. Yavaş şahzoda. Marhamat Shahzodaxon, sovg'alar muborak bo'lsin. Rahmat. Yulduz, Qunduz, sog' bo'linglar, bor bo'linglar, to'ylaringizda qaytsin, Feruza singlimiz. Ey yashang qizlar. Endi aziz do'stlar, shu yerda kelin-kuyovlar bir minut vaqtlaringizni olaman, qo'limda 4 ta priz bor, shuni topshirib qo'ymasam egalari ketib qoladi. Kuyovlarning Bobomurod tog'asi, Shavkat tog'asi, Botir tog'asi, Zakir amakisi, Feruza ammasi, Malika yangasini taklif qilamiz o'rtaga. Qani marhamat, bor bo'lsalaringiz chaqqonroq qilib prizlaringizni olib ketingizlar. Mo'min marhamat. Bobomurod tog'asi, Botir tog'asi, Shavkat tog'asi, Zakir amakisi. Malika yangasi, Feruza ammasi. Mo'min yana endi kelinimiz tomonidan Guldasta kelin, Shohsanam, Rohatay, Nargiza kelinni taklif etamiz. Shuning bilan birgalikda Sattor Ro'ziyev
tomonidan Shahzodaning shokolad jazzosi uchun 100 lira priz bor. Qani ismlar tutilganlardan biri Rohatay Shahsanam, Guldasta kelin, Nargiza kelin. Shokolad o'rtaga. Keyin topshirib qo'yamiz. Endi arkadaşlar pastayı getirelim. Lütfen. Kelin kuyovlarning ota-onalari davramizda qatnashib tursinlar. Hozir kelin kuyovlarimizga o'zlari uchun atalgan shirinlik tortini davramizda kutib qolamiz. San'atkorlar so'z bo'lib tursin. Kelin kuyovlar bugun Shahzodaxon mana do'stlaringiz tomonidan atalgan sovg'alar bor ekan. Tabriklab qo'yamiz, topshirib qo'yamiz. Sovg'a salomatligingiz. Mustaqil hayotning eshigin chertar, bir umr ahdlashgan ikki jo'r ovoz. Baxtli bo'ling yoshlar, barcha orzular, niyatlar hosil bo'lsin. Qanaqa ko'tarilsin. Aziz do'stlar, mana keng avvalingizda sizlardan kelin-kuyovlarimizni o'rtaga valsga taklif etmoqchimiz. Albatta, birinchi vals faqat kelin-kuyovlar uchun, ikkinchi valsga istak bildirgan mehmonlarimizni taklif etib qolamiz. Kuy avjida uzilmasin qol, she'r garbida sinmasin qalam. Yashab bo'lmay umrini zinhor, bu dunyodan o'tmasin olam. Umringiz sun'igacha g'amlar eshik qoqmasin. Qayg'u hasad izlasada uyingizni boqmasin. Ostonangiz hatlab o'tsa
yurtimizga doim hamroh bo'lsin. Shodlik, tinchlik, baxt, omad, qanoat deb tillaymiz. Rahmat, kelin-kuyovlarimiz va'zga taklif qilamiz. Tanışmazsa qarshi oladigan yoshlarimiz. Kuyovlarimiz yoshlar. Tenginim, ah yürek yükümginem, sarıklara gülginem, seni rencitmedim mi? Bir bahar gündüzdü, kanca gamlarını yudum, fakat sabırlar yudum, seni rencitmedim mi? Gölgedeki pazarım, şen açık azarım, şu güzel pazarım, seni yıklatmadım mı? Gülmeden şu iken, kimge gül kimge diken, takdirim şu iken, seni yıklatmadım mı? Beni lale, lale, gül lale yine, lale, lale, gül lale yine. Hayallerim boysunmaydı, yüreksiz yaşanmaydı, beni lale yine. Ah lale yine. Özledim can kanım, kalbiden asray sana. Özüm sevgenim bana, seni rencitmedim mi? Tandaki uyganım, yakayıp yatırganım, dünyalardan kızılganım, seni rencitmedim mi? Gölgedeki mezarım, şen açık azarım, şu güzel mazarım, seni yıklatmadım mı? Gülmeler şu iken, kimge gül kimge diken, takdir şu iken, seni yıklatmadım mı? Beni lale, lale, gül lale yine, lale, lale, gül lale yine. Hayallerim boysunmaydı, yüreksiz yaşanmaydı, beni lale yine. Ah lale yine, beni lale, lale, gül lale yine, lale, lale, gül lale yine. Hayallerim boysunmaydı, yüreksiz yaşanmaydı, beni lale yine. Ah lale yine. Yaşlar vaktimizden. Sağ ol. İkinci vaazımız kıyafetlerimizin başları. Hammalarınızı vaazga taklif kılamiz. Kalbi birlikte. Güzel gecelarda İkinci vaazımız hammalarınızı başları. sevgi azapları bunca şirin şirin güzel gecelarda ay hatun tun sevgi azapları bunca şirin şirin kandım kamçıladım Leyli dağdan ifar geldi landım şirin romanada kandım kamçıladım Leyli dağdan ifar geldi landım şirin
Mana shu yerda kelimizning hurmatli futbolda qo'shiqlardan deyapsiz. Davom qilamiz.
Thank you.
gülüm Ateşin kayga taralar Bolucu'da seni kimler sararladı yilning so'ng kunlarida sizlar bilan diydorlashib turibmiz. Ikkala xonadon Narbayevlar, Zayirovlar oilasida ham bugun judayam bir ajoyib to'y bo'lib o'tdi. Bugun shu to'yda qatnashgan barcha mehmonlarga, mezbonlarga, xizmatkorlarga, san'atkorlarga, Atom Production studiyasi yigitlariga, Esa Royal Düğün saloni xodimlariga, hammalaringizga kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Keling aziz mehmonlar, qo'l ochaylik duoga. İltijomiz shu onlar yetib borsin Xudoga. Hayotdan huzur topib baxti bo'lsin 2 yosh, sevgisiga bir umr ahdi bo'lsin 2 yosh. Murod maqsadga yetib qalbi mehrga to'lsin. Har yil allalar aytib bolalari ko'p bo'lsin. Rohatin nasib etsin barcha ota-onaga, har xonadon aylansin shunday to'yxonaga deb azizlar sizlar bilan xayrlashlar ekanmiz. Albatta Dilavar Shahzoda baxtli bo'linglar. Sevgingiz mustahkam bo'lsin. Otangiz, onangiz sizlarning baxtingizga quvonib, nasib bo'lsa nevara chevara suyib yursinlar. Narbayevlar oilasida ham, Zayirovlar oilasida ham to'ylar to'yga ulashaversin deb aziz do'stlar sizlar bilan yana ham to'ylarda diydorlashguncha xayrlashib qolamiz. Xayrli tun. Talablarga binoan Shabahramdan 2 ta qo'shiq iltimos qilamiz. Keyin esa kelin-kuyovlarni yor bilan kuzatib qo'yamiz. Marhamat. Сделай,